Sharqiy Turkiston tarixi. Muhammad Emin Bug'ra. Umumiy tarixning bir xulosasi. Sharqiy Turkiston tarixini boshlashdan ilgari tarix ilmining mohiyati va umumiy insonlik tarixining boshlang'ichi haqida bir oz to'xtalib o'tishni lozim ko'rdim. Chunki Sharqiy Turkiston xalqining bularni bilish ehtiyoji bor deb to'nayman. Tarix ilmining mohiyati. Tarix ilmi inson jamiyatlarining kayfiyatini, turmush va madaniyat saviyalarini to'g'ri suratda o'rgatadigan bir fan. Tarix bilimlari inson bilimlarining eng to'g'ri bo'lgani hisoblandi. Chunki bu ilm bilan har kim o'zining insonlar to'plami ichidagi o'rnini va o'z millatining dunyo millatlar orasidagi martabasini bilalaydi. Dunyo millatlarining taraqqiy qilish, saodatga va madaniyatga erishishning sabab va omillarini o'rgatadigan, o'tmishdagi insonlarning boshlaridan o'tgan hodisalardan ibrat olib va bu yo'llar bilan millatning va yoki butun insonlik olamining kelgusidagi baxt saodatini ta'min qilish yo'llarini ko'rsatadigan ilm. Mana shu tarix ilmidir. Tarix ilmi umumiy tarix va maxsus tarix deb ikkiga ayrilgan. Birinchisi butun dunyo millatlarining va yoki ko'pchilik millatlarning tarixini bayon qiladi. Ikkinchisi bo'lsa bir millat, bir qabila, bir yurt, bir shahar, bir kishi yoki muhim bir voqelikka oid tarixiy ma'lumotlarni bayon qiladi. İnsan umumiy tarixining boshlanishi. İnson yaratilib, dunyoda hayotning boshlangan vaqti hozirgacha aniq bilingani yo'q. Buni bilish uchun tarixchilar har xil yo'llarni sinab ko'rgan, bo'lsa-mu, qanoatlanarlik bir natija chiqqani yo'q. Hammadan burun Yahudilar Hazrati Odamning yaratilishini taxmin qilishgan edi. Ularcha insonning yaratilganiga hijrining 1351 yili 59445 yil bo'lgan bo'ladi. Yahudilar bu zamonni inson tarixining boshlanishi deb hisoblaydi. Islom tarixchilaridan bir qismi buni qabul qilsa-mu, yana bir qismi buni İsrailiyaning hech bir asos bo'lmagan va boshqa hech bir samoviy dinda ko'rsatilmagan bir afsonaviy e'tiqod deb rad qiladi va yanada buni aniqlanmagan masala deb qaraydi. Hozirgi zamonaviy tadqiqotchilar natijasida entologiya olimlari yer yuzida insoniyatning bor bo'lganligi Java, Indoneziyada kashf qilingan eng qadimiy inson suyaklariga qarab, bu zamonni 600 ming yil deb taxmin qiladi. G'arbiy Turkistonda 1938 yili Tushktosh va Amir Temur o'nkirida tepilgan inson suyaklariga qarab, O'rta Osiyodami shu zamonga yaqinroq chog'lardan tortib insonlarning yashaganligi o'ttirib qo'yildi. İnsanның dünyadaki hayat davrları tarix davriga kirishdan burungi chog' va tarix davriga kirgandan keyingi chog' deb ikkiga ayrilib tadqiq qilinadi. Tarix davriga kirishdan burungi chog' deganimiz insonlar vaqa va ahvollarini yozg'ili boshlagan chog'lardan keyingi zamonlarni o'z ichiga oladi. Bundan taxminan 200 yil ilgari tarix davriga kirishdan burungi insonlar haqidagi tarix ilmlarining ma'lumotlari Qur'on va Tavratda zikr qilingan payg'ambarlar qissalaridan iborat edi. Ma'lumki bu ma'lumotlar qadimki insonlarning ozgina bir qismining diniy ahvoldan xabar beradi. Yaqinqi 200 yildan beri ilmiy va fanniy usullar bilan ilib berilgan yer osti qazish, tekshirish va tadqiq qilish natijasida o'ttirg'i chiqarilgan so'qish qurollari, shikar asboblari, qadimki shaharlar, avod bo'lib o'tgan yerlar va qadimki uy imoratlarining xarobilari, izlari va san'at asarlaridan tarix davriga kirishdan burungi
insonlar haqida xili ko'p ma'lumotlar qo'rg'a keldi va dunyoning har qaysi joylarida yashagan qadimki hayot shakli, turmush yo'llari, madaniyatga o'tishdagi bosqichlari, madaniyat saviyalari, sanoat, ilm-fan va boshqa ijtimoiy ahvollar to'g'risida nihoyatda aniq ma'lumotlar qo'lga kelmoqda. Shuning bilan tarix ilmi o'ydirma afsona va cho'chaklar qorong'ulikdan qutuldi. Bu suratda tarix ilmi kundan kunga rivojlanib, taraqqiy qilmoqda va natijada kundan kunga yangi ma'lumotlar kashf qilinmoqda. Xulos qilib aytganda, hozirgi zamonaviy tarix kitoblaridagi tarix davriga kirishdan burungi zamonga oid yozilgan ma'lumotlar umuman bu xil yer ostidan qazib keltirilish, geologik tekshirish va kashfiyotlardan ilingan ma'lumotlardan iboratdir. Tarixdan burun yashagan insonlarning yuqorida bayon qilgan asarlardan ilingan ma'lumotlarga qarab, taxminan ma'lum bo'lgan hayot davrlari yo'nma tosh davri, siliq tosh davri va madan davri deb 3 bosqichga ayrildi. Yo'nma tosh davridagi insonlar intayin oddiy hayot kechirgan. Hayvonlarni ovlab, go'shtini yeb, terisini yepinchoq qilib, issiq soğuqdan saqlangan. Ovlaydigan hayvonlar ko'p bo'lgan jangallarni, beliq ko'p bo'lgan suvlarni tashlab, bir-biri bilan so'qashgan. Bu xil hayotlarni qolaylashtirish uchun va oson ovlash uchun dushman bo'lgan boshqa insonlar va yirtqich hayvonlardan saqlanish uchun o'tkir qurol lozimligini tushunib, toshni toshga urib, chaqmoq toshni to'qmoqqa bog'lab, tosh chumoq va ushluq tosh bilan nayz qatorli qurollarni yasab chiqqan. İnsanlar bu xil hayot shakli bilan xeyli uzun bir zaman yashadi. Bu davrda insonlar o't qalab isinish, kechida turar joylarini yo'ritish, yirtqich hayvonlarni urkitish va yemeklarni pishirishni o'rgandi. Hayvon suyaklaridan xanjar, pichoq va har xil zinnat buyumlari yasab ishlatdi. Bu davrning qachon boshlanganligi aniq emas. Arxeologiya va geologiya olimlarining taxmin qilishlariga qaraganda, bu davrning boshlanishi buningdan 50 ming bilan 100 ming yil burun bo'lgan. Siliq tosh davrida insonlar toshdan asab yasashda bargan siri ustilishib, chaqmoq teshidan nozik, chiroyli narsalarni yasab chiqib, ularni qum teshiga surib, siliqlab ishiltish va setishga boshladi. Turmushlarida xeyli ko'p o'zgarishlar maydonga keldi. Vahshiy hayotdan tamoman ayrilgan. Yangi bir yashash darajasiga yetdi. Chunki bu davrga kelganda insonlarning bir qismi ko'chmanlik hayotini tashlab, bir ota avlodlari, ya'ni qabila jamoati shaklida yerlashib, yashag'ili boshlagan. Bundaq ijtimoiy hayotning boshlanishining asosida insonlar tarixchilikni o'rganib, hayvonlarni ko'ndirib, uy hayvonlari yetishtirib chiqqan va turmushlarini dehqonchilik bilan qamdab, o't cho'p va o'simlik yiltizi yeyishni tashlagan. İnsanlar bu davrga kirar-kirmas mol-mulkka ega bo'lishni, shuning bilan bu mol-mulkni qo'g'dash va uningdan foydalanish havasi tug'ildi. Tabiiyki bu maqsadga yetish uchun insonlarning o'zaro yordamlashish va o'rtaq manfaatlarini e'tirof qilib, ijtimoiy bir tashkil qurib chiqishga to'g'ri keldi. Bu davrda insonlar turar joy va qo'rg'on yasag'ili boshladi. Dastlabda bular xeyli mustahkam edi. Bular tomlari toshdan va usti yapılaq toshlar bilan yepilgan kichik hujur uylardan iborat bo'lib, dolman deb atalgan. Bu dolmanlardan buzulmay zamonimizgacha saq qolganlari joylarda ilib berilgan arxeologik qizish va tekshirishlarda tuproq ostidan ko'p sonda o'ttirg'i chiqdi. Qo'rg'onlar bo'lsa toshdan qilin tom qilib yasaldi. Bu xil imorat va qurilish ishlarining taraqqiyoti xeli tez bo'ldi.
İnsanlar taş paltılары bilen yağaçlarını kesip turar joylarining ustini yağaç bilen yepip, keng azade öyler ve qo'rg'onlar yasab, kichik tipdagi shaharlar bino qildi. Ba'zi qabilalar kechalari boshqalarning hujum qilib bulang-talang qilishidan saqlanish uchun uy joylarini ko'llarning o'ttirg'a yoki suv bo'ylariga yaqin qilib, qo'ziqlar ustiga bino qilgan. Kunduzi qo'yib, kechasi tortib oladigan ko'riklar yasagan. Bu xil imorat va qo'rg'onlar shu zamonning eng mustahkam qo'rg'onlari edi. Keyincha tosh paltilari bilan cho'ng daraxtlarni kesib, butun bir qabila suqqidek cho'ng qo'rg'onlarni yasab chiqdi. Bunda qurilishlarni selish u sharoitlarda bakmu qiyin ish bo'lsa-mu, insonlarning hayotga bo'lgan zo'q bu qiyinchiliklarni yengan. Tash, boqosa, sapan va yog'och katmanga o'xshash terilg'u asboblarini qo'llanish, kala öküzlarni qo'shqa qo'shish, terilg'u hayvonlari qilib ishiltish, ot, eshak va to'gi qatorliq hayvonlarni ko'ndirib, yuk va minak hayvonlari qilib ishiltish mana shu davrda ijod qilingan edi. Siliq tash davri kelgandimi, yuanma tash asboblari qo'llanilgan. Hatto madad davriga kelgandimi, temir kashf qilinganga qadar bu ikki xil tash asboblari qo'llanib kelgan. Tarixchilar bu davrlarni aniq ayirish uchun siliq tash san'ati kashf bo'lgan zamonni siliq tash davri, madan kashf bo'lingan zamonni madan davri deb hisoblaydi. İnsanlık olamining hayoti yuqorida aytilgandek tash asbob va qurollar bilan intayin ko'p qiyinchiliklarga duch kelmoqda edi. Keyincha insonlar boshqa modda aralashmagan holda yoritilgan oltin va mis konlarini uchratdi. Tajribalar orqali bu madanlarni o'tqa silib, xohlagan shaklda har xil narsalar yasig'li bo'lganligini kashf qildi. Oltin va misni dunyoda hammadan burun O'rta Osiyoda yashagan turklar kashf qilgan. Bu kashfiyot bugundan taxminan 11,000 yil ilgari bo'lganligi isbotlandi. İnsanlar oltindan zinnat asboblari, misdan qilich, sungu, nayza dehqonchilik saymonlari va boshqa narsalarni yasab ishlatgan. Lekin mis ancha chidamliq bo'lmaganlikdan yuanma va siliq tash asboblarini ishlatishni davomlashtirib kelgan. Keyincha taraqqiyot yo'lda yana bir qadam ilgirlagan insonlar misni qalam bilan aralashtirib tushni kashf qildi. Tuch misdan chidamliq bo'lganlikdan kishilar qurol yaroq va boshqa asboblarni tushdan yasig'li boshildi. Madan davridimi tuch san'atining taraqqiy qilgan zamondan boshlab hisoblandi. Qalay misqa qaraganda oz uchraydigan madan bo'lg'achqa tuch ishlab chiqarish oson emasdi. Shuning uchun tuch asboblar ehtiyojni degandek qondirolmagan va tash asboblarmi tamoman tashlab etilmagan. Keyincha temir kashf qilindi. Bu madanni boshqa moddalardan irg'dab sap holda keltirish ancha o'ng'ay bo'lmasa-mu, temirning boshqa madanlarga qaraganda chidamliq va o'tkir bo'lishi, temir qurol asboblarining chidashliq bo'lishi bu madanga bo'lgan talabni oshirdi. Temir konlarining dunyoda har joyda keng tashlab bo'lishi temir ishlab chiqarishni tez rivojlantirdi. Qurol yaroq va dehqonchilik saymonlari temirdan yasab ishiltildi va tosh saymonlarga hojat qolmadi. Oltin, kumush, mis va tuch qatorliq boshqa madanlar o'ziga munosib yerga ishiltilishga boshildi. Zamonimizga ilmiy tadqiqotchilarga asosan temirni hammadan avval kashf qilganlarning turklar ekanligi bilinmoqda. Madan davrini tarixchilar mis davri, tush davri va temir davri deb 3ga ayiradi. Tarix davriga kirgan chaq bo'lsa, insonlarning tashqqa madandan yasalgan narsalarga, bino, imorat, obida, mangu toshlarga yozilgan yoki uyulgan xat va sızma rasmlar, toshdan va madandan yasalgan haykallar qatorliq asarlarning borliqqa kelgan vaqtidan tortib
boshlanadi. Bu davr dunyoda o'xshash bir vaqtda boshlanmagan. Zamonimizga arxeologik tekshirishlarga qaraganda, bular hammadan burun turklardan bo'lgan Hittitlar, Summerlar va Elamlarda boshlangan. Misrliklarning bu davrga o'xshash zamonda yoki bir oz keyinroq kirganligi ma'lum. Misrliklar bu usul bilan muntazam ishlab uzluksiz rivojlantirganlikdan qoldirilgan asarlari ko'p. Shuning uchun tarix olimlari Misrliklarning asarlar yozib qoldirgan vaqtini tarix davriga kirishning boshlanishi deb birdak e'tirof qilishmoqda. Misrliklar yozib qoldirgan bu asarlarning eng qadimgisi milodidan burungi 5000 yilga oid ekanligini asos qilib, olimlar insonlarning tarix davriga kirgan zamonni milodidan 5000 yil burun deb belgilagan. Bular tövendeki 4 davriga ayrildi. Başlangıç asr. Milodidan burungi 5000 yildan milodidan keyingi 395 yilgacha. O'ttir asr. Milodining 395 yildan 1493 yilgacha. Oxirgi asr. Milodining 1493 yildan 1789 yilgacha. Hozirgi asr milodining 1789 yildan boshlab hozirgacha. Umumiy inson tarixining boshlanishi haqida bu kitobda shunchalik bayon qildim. To'liqroq ma'lumot uchun munosabatlik tarix kitoblarga qarashlarini so'rayman.